Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Ko'p mijozlarimizni talab va istaklarga binoan birinchi qavatdan uy topib bering, yerto'lasi ham bo'lsin, ya'ni podval degan mijozlarimiz uchun maxsus video, albatta videoni oxirigacha ko'ring. Hozirda ko'rib o'tadigan ushbu uyimiz birinchi qavatda 2 xonali 65 kvadrat hamda yerto'lasi bilan birgalikda sotilmoqda. Biza hozirda birinchi xonamiz, mehmonxonamizda uyimiz to'liq aboy qilingan, yer ta'mirlangan, barcha jihozlar bilan birgalikda. Bu yerda yumshoq mebellar qo'yilgan, kattagina stol hamda Artel brendi televizor, derazalarimiz Aquaplast deraza romlari hamda jalyuzi qilingan, gips bilan ishlov berilgan patologlarimizda hamda eshiklarimiz zakaznoy MDF eshiklar. Eshiklarimiz razdelli, alohida bu yer yotoqxonamiz, oshxonamiz hamda alohida sanuzlimiz. Bu yer eshikdan kirish qismi, oyoqdagi kafel qilingan, uyimizda teplый pol ham mavjud. Bu yerda shkaf qo'yilgan. Siz xohlasangiz ushbu uyni dubleks variantda qilishingiz mumkin. Mana bu yerda lestnitsa qo'yib, pastga vxod qilishingiz mumkin. Kirish qismi ya'ni. Endilikda esa yotoqxonamizni ko'ramiz. Yotoqxonamizda ikkita bittalik bo'lalar kravatda qo'yilgan. Bu yer fon qilingan, Samsung brendidan bu yerda televizor ko'rishingiz mumkin hamda birinchi qavat bo'lishiga qaramasdan reshotka ham qilingan. Oshxonamiz ham to'liq kafel qilingan, oshxona mebellar bilan jihozlangan, gaz plitasi, vытяжка, bu yerda o'tirib ovqatlanish uchun zona ham mavjud. Undan tashqari kir yuvish mashinkasi hamda muzlatgich barchasi bor. Hamda eng asosiysi sanuzl xonalar alohidaligi uzun. Bu yerda dush hamda ariston ham mavjud. Bu yerda rakvina ham bor. Undan tashqari hojatxonamiz, bonus kafeterya hamda unitaz ham mavjud. Ushbu uyimiz 65 kvadrat, birinchi qavat, 2 xona. Ko'rib turganingizdek, remont qilingan, barcha jihozlar bilan birgalikda sotilmoqda. Yerto'lasi, ya'ni podvali esa korobka holatda. Sizda bitta ideya bor, agar katta oila bersangiz, mana bu yerdan kirish zona qilib, bemalol o'z tabingizga qarab uyni ta'mirlab olishingiz mumkin. Narxi ham lokatsiyasiga qaraganda arzongina, yerto'lasi bilan birgalikda bo'lsa, ko'proq plyusga borasiz. Manzil esa Buxoro shahar Gorga Saodat oldidagi 8 qavatli elitniy liftli uyning birinchi qavatida joylashgan. Ushbu uyni ko'rib o'tdik. 65 kvadrat tepasi, 65 kvadrat podvali